Bu qitim dərsdən paylanıb biz tonal haqida tushuncha hosil qilaylik. Hamda bu tonal degan nima? Biz hamda rasm qavati tonal deb ketdik. Bu narsalar zot nima degan chaqda biz buni bir hamburg bo'lkisiga o'xshatsak bo'lgan. Masalan, bir hamburg bo'lkisini qavat-qavatlardan tuzildi. Bo'lka qavati, qiyma, say, undan keyin shu go'sht, yana bo'lka degandek-chi, har xil qavatlardan tuzildi. Masalan, ma'lum rasm degandek, bo'lka qavati, go'sht qavati, ko'ktat qavati degandek nurg'un qavatlardan tuzildi. Biz buni bir hamda rasm qavatiga o'xshatsak bo'ladi. Biz bu bo'lka hamburg bo'lkisi undan boshqa har xil suv, oqsil, glukoza degan narsalardan tuzildi. Masalan, suv, oqsil, may, glukoza, vitamin talar. Hamda biz bir narsani o'xshamagan narsalarga tahlil qila olamiz. Shunga o'xshash bu rasm qavati bilan ton amaliyotda davatqini bir narsa, lekin bularni ifodalayotgani yoki ko'rsatgan uslub o'xshamaydi. Shu orqali biz buni farqlantiramiz. Agar sizning Photoshopda shu tonal degan chiqmagan bo'lsa, siz oldin bilan ko'znakning ichidan tonal degan tanlaydigan, yo bo'lmay qolsa, siz buni asosiy ixtiro olib ekib turib, buni asliga ekib olsangiz, yig'layotgan chog'da tonal qavat chiqib paydo bo'ldi. Mush orqali siz bilalaymiz. Ammo bu yerda tonal qavatni texnik yaxshi ko'rsatish uchun men boshqa rasmni jo'ritay. Bu rasm tonal qavatni yaxshi qo'llash uchun men buni aslo tartibga chiqib qo'ydim. Undan keyin men buni tartib ekib turib ko'k rangli siziq paydo bo'lganlik aslo qo'yversam tonal qavat bo'ldi. Ham buni sal cho'ngaytirish uchun o'sha bo'shliqni xalqayani shu mousni o'ng tarafini chekkandan keyin bu holat ko'rildi. Kichik, o'rta, cho'ngroq holatni tanlab turaylik. Ham bu qarasak bu rasm qavatida bu asli rasm bir parcha, lekin tonal qavatdan 4 parcha rasm turdi. Birinchisi rangli parcha rasmda qolgan qizil, yeshil, ko'k to'diq qancha qavatlar turdi. Ham bu nima degan chog'da bu tonalning o'zicha aloyligi. Bu o'xshamagan ranglar orqali biriktirish orqali aniqda biz ko'rayotgan shu rangli rasmni paydo qilgan. Hamda biz shu rasmni masalan hozir qizil bo'lsa, bu qizil tonal chaqqan chekimizda bu qizilga oid ushlanmasini ko'rsatib berdi. Lekin diqqat qilsangiz bo'ldi, mayli qizilni chekay yoki yeshilni chekay yoki ko'kni chekay, hammasi qora bilan oq rangdagilar, yana rangsiz rasmda ko'rinyapti. Bu nima uchun degan chog'da Photoshopning aslida holati shunday. Buni biz o'zgartirish uchun tahrirni kirib turib, undan keyin shu asos tanlash ramkasini ichidan ko'znak ko'rinma yuz degan chekib olsak bo'ladi. Yoki bo'lmasa control taqsida control bilan K harfini biz chekib o'tgan chog'imizda bu ko'znak o'xshash ichildi. Men bundan ichidan ko'rinma yuzidan hamda men tonli rangli ko'rsatadigan bu ko'nikni tanlab etib jazmlashtirayotgandan keyin siz ko'k rangni bosgan chog'da ko'k rangga oid usullar ko'rildi. Yeshilni bosgan chog'da yeshil, qizilni bosgan qizil ko'rildi. Hamda lekin eslatadiganimiz amal bor, siz buni asli holda saqlab qolganingiz yaxshi. Ya'ni bu men boyaqdek control bilan keyin besib turib, ko'rinma yuzidan men asliki bu rangni ko'rsatmayman degan tanlab qo'y. Bu keyingi bizning ba'zi mashg'ulotlarimiz qulaylik bo'ladi. O'sha holat saqlashni tavsiya qilamiz. Hamda bu holatdan boshqa siz bu nima degan rasm qavat o'xshash rollar bor. Masalan, ostiga qarasangiz yangidan bir bat qurish deydi. Siz yangidan bat qursa qildi yoki shu ko'k tonli bo'lgan bo'lsa yoki qizil qolgan birsini tasib ekalsak, bu bir nusxalandi deganga. Men ekandan keyin buningki nusxalanganligi chiqdi. Ya bo'lmasa men yangidan bir bat qursam bo'ldi, bas qursam qop-qora ekran chiqdi. Bu nima degan chog'da bu alfa 1 tonli. Bu hammasi ko'rinmaydi degan gap. Agar siz bu nima degan chog'da qora rang odatda yana 0 holatgagina biz RGB holat deymiz. Masalan, men yerda bir nima qilay. Mushu holat masalan, oqninki hozir 255 dedi. 255 deganimiz odatda ko'rinmaydiganni, mushu holatni. Hammasi 255 bo'lsa, ko'rinadigan, butunlay ko'rinadigan holatni oppoq holat deb qo'yamiz. Agar qop-qora holat bo'lgan bo'lsa, 0 holat bo'lgan bo'lsa, qizil rang yoki yeshil rang hammasi 0 holat bo'lgan bo'lsa, bu butunlay ko'rinadigan holat. Hamda nima degan chog'da 0 dan 255 gacha bo'lgan oraliqdagi, ya'ni 1 dan 244 gacha bo'lgan oraliqdagi bularni hammasini biz yerim suzuk holat deymiz. Shu holat orqali biz amaliyotda shu alfa tonininki javhar mishada 1 dan 244 gacha bo'lgan oraliqlar orqali biz o'shaning suzuk darajasini tengshash ilib boramiz. Buni boshqa tushunish hosil qilib, amaliyot
Hamda bu nima degan chaqda, masalan, men bu yerda bo'yoq orqali oq rang tanlab bo'lgandan keyin sizdim. Bu nima degan chaq atrofdagi qorlarni suzuk holat. Lekin men bo'ygan oq holat ko'rinmaydigan, ko'rinadigan, keyinni ko'rinmaydigan, o'zi ko'rinadigan suzuk bo'lmagan holat. Qora bo'lsa suzuk holatni ifodalaydi. Shu orqali qila olamiz. Andan keyin men buni yana bosdim, yana bir ko'paydi. Mana qilib men alfa tonlarni to'xtamay ko'paytiraman. Ko'paytib toki 56 gacha ko'paytiraman. Bu odatda eng yuqori chek hisoblanadi. Lekin bizga yetib olishdi orqali. Biz hamda shu keyingi mashg'ulotlar orqali bu shu zodi bu tonlar orqali nimalarni qilib olaymiz, qanday roli bor to'g'riliq biz yana bir tushuncha hosil qilsak bo'laverdi.